Rudaki ko'chasi, Beremina orqasidagi 6 qavatli binoning 5-qavatidan shunaqa ajoyib 4 xonali kvartira sotuvga chiqdi. Bu mehmonxona qismimiz. Ko'rishingiz mumkin, jihozlab qo'yilgan, konditsionerlar bor, televizor bor. Bu yerda esa o'zining balkoniga ham ega kvartiramiz. Bu yer esa oshxona qismimiz bo'lyapti, studiya variantda, lekin zalimiz juda ham katta. Keyingi xonalarga o'tamiz. Bu yerda alohida sanuzel, kir mashinalar bor. Kvartiramizning hamma joyi issiqpol bilan jihozlangan. Bu yerda esa suv bachoklari ham bor. Kvartirada xudo xohlasa suv bilan muammo bo'lmaydi. Bu ikkinchi xonamiz, ya'ni kattalar yotoqxonasi. O'ziga yarasha uslubda jihozlab qo'yilgan. Bu yerda shkaflar o'rnatilgan, hamma narsa bor. Keyingi xonalarga o'tamiz. Bu uyimiz ko'p farzandli oilalar uchun mo'ljallangan. Bu yerda birinchi bolalar yotoqxonasi, ikkita bolaga mo'ljallab jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Endi keyingi xona, ya'ni 4-xonamiz. Bu ham bolalar yotoqxonasi, bu ham ikkita bolaga mo'ljallab jihozlab qo'yilgan. Boya aytganimdek, uyimizning hamma joyida issiqpol bor. Uyimizning umumiy maydoni 90 kvadrat metr, narxi $82 ming, albatta kelishtirib beriladi.